Uyda tomiga penalon qilgan yaxshimi, loyshvoq qilgan yaxshimi degan savollaringga yana bitta mana atvet. Mana loyshvoqda ahvoli. Mana. Tom loyshvoq qilingan ilma teshik bo'lib ketgan. Mana ahvol. Bundan og'ir qilamiz, bundan qalin qilamiz degan joyi yuk bosib to'sin ko'tarmagan. Ingichka joylari ahvoli shu holatda. Mana tomning ahvoli. Bu ishimizga kecha tushgandik. Bugun mana 2-kun. Hozirgi qiladigan ishimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'ondamiz. Hozir mana chiroyli qilib kecha 2-slogini kuyib qo'ygandik. Mana shu holatga kelgan tom. Bu ham uyga issiqlik beradi, plyus tomonlari, ikkinchi tomonlama. O'sha siz aytgandek yorilib ketmaydi. Kommentariyada nima qilganingizdan so'ng ko'p kommentariyada tushyaptiki, yorilib ketmasmikan? Yorilmaydi. To'siningiz qalin bo'ladigan bo'lsa, yorilmaydi mana. Shu yerga 8 santdan kuyib berilyapti 40 ming so'mdan. Mana. Hozirgi ko'rsatgan o'sha nima deydi? Penalon bosimiz hozir bu yer bir slog bo'lgan, bu tomon ikkinchi slog o'zi chiqqan. Mana shunga garantiya beramiz biz 15 yil. Lekin loyshvoq qilgan usta akalarimiz ham 10 yil, 15 yil garantiya aytgan ekan. Hozir bu uyning egasi akamiz xafa bo'lishyaptiki, bu tomni 10 yil, 15 yil loyshvoqqa garantiya degandi. Ahvolni qarang deyapti. Rostdan ham bu ahvol juda qiyin-da mana. Yaxshilab e'tibor qilsalaring, pastdan uy ko'rinyapti. Mana tomda ahvoli. Mana chekkalari. Xo'p. Mana. Ikkinchi marta ko'rsatyapmiz. Mana. Endi sizlarga o'zlaringga yana qayta savolki, uyga loyshvoq qilgan yaxshimi yoki penalon qilgan yaxshimi? Hozir mana shu holati ham bir slog, lekin oddiy loyshvog'imizdan qalinlik qiladi. Mana shu holati bir slog. Narxlarimizga keladigan bo'lsak, 5 sant, 7 santimetrlisini 35 ming so'mdan 40 ming so'mgacha bo'lyapti. 7 sant, 10 santigasi 40 ming so'mdan 50 ming so'mgacha. Xizmatlarimiz Andijon, Namangan, Farg'ona. Kimgadir shu penalon qiziq bo'lsa yoki bir shunga o'xshash ishlar bo'ladigan bo'lsa, xususiy bog'chalar, xususiy klinikalar domlarida ustiga ham kuyib beryapmiz. Kimgadir shu xizmatlarimiz ma'qul keladigan bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.